Solana kriptovalyutasiga investitsiya qilmoqchi bo'lganlar diqqat bilan eshiting. Ushbu kriptovalyuta xabaringlar bor 2021-yil bir necha dollardan 260 dollargacha ko'tarildi. O'shanda nimani evaziga o'sdi deb o'ylaysizlar? Bozorda bir necha yildan beri bo'lib turganlar xabari bor. O'shanda NFT'lar juda ommalashdi va Solana o'z blokcheynini zapus qildi va Ethereumga raqobat tug'dirdi. Ya'ni tranzaksiyalar tez va ancha arzon edi. Shu sababli ko'pchiliklar NFT oldi sotdida komissiyadan pul tejash uchun yoppasiga Solana blokcheynidan foydalanishdi. Ammo Solana Ethereum kabi katta ekosistemaga ega emas, u kabi katta nagruzkani ko'tara olmaydi. Natijada bir necha marta Solana blokcheyni ishlashdan to'xtab qoldi. Shu sababli investitsiya qilmoqchi bo'lsangiz, mana shunga e'tibor bering o'rtoqlar. Xususan, o'tgan yili ham Solana o'zini maksimumini yangiladi, 8 dollardan 270 dollargacha ko'tarildi. Bu safar ham hype evaziga, ya'ni asosan meme coinlarda oldi sotdi qiluvchilarning evaziga Solana ko'tarildi. Va yana hozir narx ancha pastga tushgan payt. Men aytmoqchi bo'lgan narsa, Solanada tebranuvchanlik juda ham katta. Agar investitsiya qilmoqchi bo'lsangiz, hech qachon hamma pulingizni bitta kriptovalyutaga investitsiya qilmang. Pulingizni taqsimlang. Albatta Solana kelajakda 1000 dollarga ham o'sishi, ko'tarilishi mumkin, lekin buning uchun albatta o'zini muammolarini hal qilishi, blokcheynini sifatini oshirishi hamda ekosistemasini kengaytirishi kerak. Ma'lumot foydali bo'lsa, unga like bosib, yaqinlaringizga jo'natib qo'yishni unutmang.